Assalomu alaykum hammaga. Yana o'sha vodorod sistemasini olib chiqamiz. Bu narsani yana takror tushuntiramiz, chunki sababi bor, sababi. Bu narsa bizga ham yoqmayapti. Negativli ko'pchiligi tushunmayapti. Bu faqat ekonom uchun, ekonom qilib bermaydi, unaqa. Odamlarning miyasiga faqat ekonom o'rnashib qolganda, o'zingiz bitta tushuntiring, bu nimaga qo'yish kerak bu narsani. Yana bir marta tushuntirishimizga majbur bo'lyapmiz-da bu narsani har safar. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Buni men har bittasiga kuniga 10 ta odamga tushuntirib o'tirish juda qiyin. 10 ta emas, qarang, 191 ta Instagramda podpischimiz bor, 90 mingta YouTube'da. Har bittasiga tushuntirish qiyin-da bularni. Har bittasiga tushuntirganimda odam charchab ketar ekanda, men o'shaning uchun qisqacha aytaman bu narsani. Kesin, пожалуйста, kartal detalen suziga. Mana Captiva'dan aka, Gentle, Cobalt'dan turibdi. Po faktu men gapiraman. Po faktu ko'zlardan ko'radi. Mashinamizda turibdi. Ya'ni Ulug'bek mashinasida ham turibdi, meni mashinamdan turibdi. Ya'ni plyus tomonlar juda ko'p. Faqat ekonom uchun emas. Bizning O'zbekistonda odamlar hamma xayolida ekonom qilish uchun bu. Aslida bu ne to, что ekonom qiladi. Bu plyus tomonlar juda ko'p buni. Aslida buni qaraganda benzinni ekonom qilishi bu 100% turgan gap. Katalizator, motor umrini, moyini savol bering. Aha. Mana shuni oddiy xalq, oddiy inson tushunadigan tilda tushuntiring. Qanaqa qilib ekonom qiladi? Kujonim qarab. Motor agarki motori tiks ishlatib bersa, hamma narsasi joyida bo'lsa, mana shu smes to'liq urganda bersa, все, o'sha motor ekonom bo'ladi. Tushuntiribsiz? Umri uzayadi. Ya'ni nagar yig'maydi, benzin sifatsizligidan klapan qorayib ketmaydi, klapan kuymaydi. Tushuntiribsiz? Moy benzinni aralashib ketmaydi, orqadan ugar chiqmaydi, katalizator kuyib, ani mashina tortmay qolmaydi. Unaqa narsalar bo'lmaydi bunda. O'shni mashinasini o'zi ekonom. Ochib aytaman senga-da. Shaxsan o'zim mashinamda menga ishlayapti, lekin vodorod qo'yilish kerak emas, o'sha benzin urgini qisqartirib beraman. Kerak emas dedim. No, o'shanda ham menda почти 1,5-2 litr ekonom bo'lyapti. O'shanda ham. Sababi 92 benzinni 98-100 kub beryapti mashinasi. Ishoninglar, bolalar. Haqiqatdan aytaman sizlarga. Bu fakt isbotlab beraman kerak bo'lsa. Konkret isbotlab beraman. Yaqinda o'zim mashinamni просто krishkasini ochib, switchlarini tozalagan payti o'zim qiziq, да интерес просто oldimda ichiga kamerani tashlab ko'rdim, ya'ni nagar yig'ilganmikan, yig'ilmaganmikan degan fikrga, lekin 50 o'sha paytda xayolimda men vodorod yuribman, yig'ilmagan bo'lish kerak, toza bo'lish kerak, shuni kamerani tiqdim, men tan berdim mashinasiga. Haqiqatdan aytaman. Mashinam hozirgacha yurib turibdi, ekonom o'sha 1,5-2 litr. Eng qiziq joyi shuki, yurishi myaxki, tortishi zo'r. Shu menga motor tiks to'liq injektorlar cho'tki sepib, как положено switchlar oppoq bo'lib yurib berib turibdi mashinasi. Sababi og'irligi где-то 1,5 kilo narsa ichiga solinsa, suv solinadi, shelish bilan все, 1,5 kilo narsa mashina tursa hech narsa qilmaydi. Lekin motor umrini saqlab ko'p uzaytaveradi, 100% aytaman sizlarga. Chunki bu narsani biz ko'rdik, testdan o'tdi. Ya'ni yana nima demoqchiman? Masalan, boshqa vodorod apparatlarga nisbatan bizning apparatlarni katta, ozgina farqi bor. Sababini tushuntiraman, ustida показательlar bor. Показатель qo'yiladi bizning apparatlarga, shim bor, aqlli shim, xohlagan urovingga tushirasiz, xohlagan urovingga ko'tarasiz. Ya'ni boshqa apparatlarda men bunaqa narsani hozirgacha ko'rganim yo'q. Ochib aytaman. Просто ana qo'l bola qilib yasab, shlankani taqib, haydab yuribdi-da, haqiqatan ishlaydi. Oddiy qo'l bola qilib yasasa ham ishlaydi, lekin показательlar bo'lmasa, qancha daraja oshib ketdi, qancha daraja tushib ketdi, uni ko'rib turib, ertaga yozda buni qiynalgandan ko'ra biz spesial aqlli shimni zakaz qilib, показательlar dostavka oldirib O'zbekistonga mana hozir hammasini qo'yib qo'yamiz. Shu paytgacha 3-4 ta mashina qo'ydik. Xudoga shukr, zo'r, yomon emas. O'tlik, ya'ni o'sha qo'yib bergan odamlarimizdan, ya'ni yomon tarafini hali eshitmadik. Aka, rahmat, xursandmiz deyapti. Endi Ulug'bek, negativlarga men bir narsa aytaman. Sen charchading negativdan. Bilasan, bizlar bu hayotda, men bu sistemada kartal avtomobil yo'nalish bo'yicha bo'lganim uchun menda 1000 ta negativ bo'lgan. Bularga tushuntirish, sen asabing chidamagandir. Shunaqa. Sen asabing chidamay, meni asabim chidaydi. Men bu bilan nima demoqchiman? Kesin kartalga ko'p gapirish kerak yo'q. E'tibori ham shart emas bunga. Bu narsaga e'tibor ham berish shart. Negativ постоянно bo'ladi. Yaxshi narsa ham yomon narsa. Men o'sha aytaman. Buni negativ bo'lsa, unda shu o'tkazib yuborgan deyman, bu qaramagan, sanga emas ekan bu narsa deyman, bo'ldi.
yo'q, qiziqsang, interes bildirsang shu narsaga, haqiqatdan ishlash funksiyasini ko'rmoqchi bo'lsang, kel Kartalga. Mana Captiva'niki, Gentra, Cobalt'ki bemalol spetsial shim hamma оборудованияsi bor. Shu yerda o'zida mana Azamat degan ukajonimiz shu yerda bor. Ulug'bek o'zi bir полностью mashinasiga qarab konstruksiyasini yasab chiqarib bergan ukajonimiz. Любой mashinaga bor. Ochiqdan ochiq aytaman. Captiva, Isuzu, avtobus, Kras, Kamaz hammasiga bor. Полностью. Furaga ham bor. Da, katta furlargacha bor. Endi vodorod ko'pdan beri olib chiqmayapmiz, chunki ozgina ishlarimiz bor edi. O'sha bilan ovora bo'lib turib, vodorodda gapirib kelyotdik. Mana xudo xolasa mana yana qaytadan buni yana ich sistemasini ko'rib, tekshirib, xudo xolasa endi mana Ulug'bekga aytdim, Ulug'bek, davay boshlaylik dedim. Boshla apparatlarimiz, ham shimlarimiz tamom bo'lib qoldi. Bu apparatdan oldish ham juda oson bo'lmadi. Necha kun kutdingiz mana shu apparatlarni? 2 oy 10 kun. 2 oy 10 kun. Mana shu narsalarni kutib olish uchun 2 oy 10 kun vaqtimiz ketdi. Endi xudo xolasa apparatlarimiz keldi. Bemalol murojaat etsanglar, xudo xolasa Kartalda Training Studioga po faktu kelasizlar, ko'rasizlar, o'rnatib beramiz. Elektrik ukamiz mana shunda hamma narsani tushuntirib beradi, ko'rsatadi. Ulug'bek mana shunda o'zi sizlarga ustanovka jarayonlarini ko'rib, nazorat qilib, sizlarga chiqarib beradi. Yana bitta narsa, o'sha boyagi metan bo'yicha, ekonom bo'yicha gaplashyapti-deylar. Bu kameradan oldin edi. O'sha narsani ham bitta tushuntirib o'tib ketinglar. Bu narsa chunki qiziq ommaga. Odamlar metan qo'yamiz, ekonom qo'yamiz deb o'ylashyapti. Metan misol uchun ko'pchilik yozibdi, ko'rdim buni ham. 1,5 kilo motor deydi, og'irlik, lishniy og'irlik. Metan qo'yganda 100 kilodan oshu og'irlik bagajligiga solib yuribsizlar birinchidan. Ikkinchidan u xohlagan payt men ko'pchilik ko'chada o'zimni holatim bo'ldi. Mashinada ketayotgan joyimizda portlab ketdi. Portlab ketdi deganda metan qo'yib yubordi, prosta tak qo'yib yubordi klaplaridan. Bundan narsa bo'lmaydi birinchidan. Ikkinchidan ekonom qilamiz deb o'ylashyapti metanda. To'g'ri, ekonom qilishyapti. Nimadan ekonom qilishyapti? Motor resursidan, klapanlarning resursidan, klapanlar siqiladi, qorayadi, boshqa bo'ladi. Mashina tortishidan. O'sha narsalardan ekonom qilishyapti. Baribir benzinda yurgan mashina bilan metanda yurgan, gazda yurgan mashina orasida juda katta farq. Любой odam, mingan odam Buni biladi. Negativlarni ko'pini hozir olib kelsak, ko'pi metanda yuradi. Bu realni benzinda tortadigan mashina haydamagan ko'pchilik. Endi men shu joyni gapimni aytmoqchiman. Metanda, propanda da bu hozirgi kunda tushunchimizga ozgina pribыл, lekin bitta narsa borda. Tanlashni o'ylashmayapti. Dальнейшем buni javobi borda. Dальнейшем общий chiqib keladi. Bu narsa naborot motor umrini yanada uzaytiradi. Ya'ni oddiy Cobalt 300 ming yursa, bu bilan 400 ming yur berishi 100%. Ochiq aytaman. Agarki to'liq o'z vaqtida hamma narsaga e'tibor berib borsangiz, suvlarga qarab borsangiz, javob aytaman, bu motor umrini uzaytirib beradi. Katalizator tozalab beradi, головкаning tagini tozalab beradi. Как положено, сейчас doim oppoq bo'lib turadi. Moy top-toza bo'lib turadi bu yerda. И tortish mягкий yuradi. Cobaltda даже konsol yoqqan paytingizda aniq o'zini Qaltirashi bor. qaltirash sistemasini bildirmaydi. Aytaman hozirdan, пожалуйста, aytaman hozir xohlasa chiqsanglar, kelsanglar, Cobaltda Gentra o'rnatilgan holatni ko'rasizlar. Endi portlash sistemasi masalasi bo'yicha bularda unaqa narsa yo'q, chunki spetsial bularda обратный klapan olib kelingan, qo'yilgan, bu unaqa hatto unaqa sistema. O'zi portlash degan narsani o'zi yo'q-da bunda. O'zi yo'q. Havo orqali kirib ketadi-da bu. Da. Yig'ib turadigan narsa. Bu to'g'risini aytaman, buni tushunmagan inson bu portlashi mumkin. Bunisi bu mumkin, bu yolg'on narsa, bu portlaydigan narsa emas. Bu davleni yig'maydi. O'shaning uchun negativlarga men bitta aytaman, agarki kelsanglar, пожалуйста, bitta mashinani ko'ramiz, ishlatib ko'rasizlar, xulosa qilib ko'rasizlar, yakuniy qilamiz xohlasanglar. No, tavsiyamiz любой katta mashina расход bo'lsa, bu ya'ni Ulug'bek, ya'ni demoqchimanki, Otabekka gazga o'rnatish mumkinmi degan savol bo'ladi. Propanga, gazga, dizelniga zo'r ketadi, to'g'rimi? Ayniqsa katta mashina, ya'ni Euro 4, Euro 5 mashinaga вообще zo'r ketadi. Hozir ham Rossiyada menda gruppasi bor. Rossiyada rosa bunga berilgan. Rossiyada rosa ko'pchilik qo'yishyapti. Bu gap so'zlarga qarasak, biz hayotda to'g'risini quvonch bilan yashay olmaymiz. Gap so'zlarga qaramalaring. Po faktu kelasizlar, ko'rasizlar, qiziqqanlar. Bilasizlar, yaqinda mana hozir bitta tanish do'stimiz bor, Jigar deb maqtab chiqadi internetga. BMWni olib chiqishdi, vodorodda yuradigan.
Avtobus ham keldi, vodorodda yuradigan. Endi ular endi chiqmasidan oldin portlab ketadi. Endi bu qiziq, kulgili narsa bu, ochib aytaman. Endi hayot, to'g'risini aytaman, gazga o'tdi, propanga o'tdi, elektrikka o'tdinglar. Ana endi vodorodga kelyapti-ku. Ochib aytaman bolalar. Hozirdan harakatinglarni qilaveringlar. Liboy mashina ustavka qilib beramiz. Gap so'zinglar bo'lsa, primoy kartalga kelasizlar, yoki lichkamga yozsanglar, men liboy payt sizlarga javob qilaman. Kartal detringiz doimo sizlarga zo'r maslahat va zo'r tavsiya bergan bo'ladi. Aloqadamiz, shu.